Keyin qiynalmadingizmi? Og'riq bo'lmadimi? Ozgina qiynaldim. Narkoz berishdi oyijon. Nima? Narkoz oldingizmi? Hay, qaysi kalla bilan narkoz olasiz, a? Bitta kushlansangiz paqib chiqib ketadi-ku. Endi bolaga ta'sir qiladi. Bola asabiy bo'lib qoladi. Yo, nimaga olasan narkoz? Kimdan so'rading? Hay, sendon bağım bolam. Yo'q, ketishga bo'lyapti. Katta ho'kizdek bolalarning qilayotgan ishini qarab. Yo'q, boshqani uyiga bor. Odamlar chaqalog'ini Mercedes olib chiqyapti. Meni Spark'ga olib chiqasizlarmi? Tug'ilishimdan stress. Menga zararmi shuncha g'am tashvish? Yig'ishtir mehmoningni. Keladi yuzimni ushaydi. Boshqa narsani ushlasin. Ana ta'sirini ko'rdingmi? Bolaga ta'sir qiladi devdimmi? Ya o'chiring, nima bu ya? Alla bolam. Ya alla ya fonogramma mı ya? YouTube'da koyuyorsunuz. Hiç bilmeysizmi? Asabiylashma bolam. Davay ayting o'zingiz. Alla ayta. Ya jim saviyat ya, ovozda ahvolni qarang. Sal tuxum yetmaydimi ovozga? Qandadan? Dada! Bu yoqning o'zingiz ayting, mana ahvolni qarang. Ya onasi desa xaladelik pustoy, qorin ochman, nima yeyman dada? Nima yeyapsiz? Sifati pechenesi yeyapman. Ana trentak pechenemi? Onam qo'lida eshitgandi. Zo'r ekan buni shirinliklar, ha? Ha, zo'r. Menga ham bitta bering. O'g'lim, senga bu mumkin emas-da. Mana, sen sut ichgin bo'lam. Yig'ishtiring ximikat sutni o'zingiz ichasiz. Men onam sutini ichaman. Ola bitta sut bering, kayf qilib ichaylik. Davay, qorin och deyapmanmi? Uxladimi? Ketdik. Ketinglar. Uxlatib ketinglar. Mana aytdim, onasini emasdan chillali bola bir o'zi qolyapti. Sizlar ketinglar. Chilla.